Maoshim 3000 yuan, nega bu yerda 1000 yuanga kam? Meniki ham shunday. Ronjiya opa buni ijtimoiy sug'urta uchun olib qolgan. Hozir borib pulimni qaytarishini aytaman. Men ham. Shoshma. Ijtimoiy sug'urta bizga juda kerak. Axir berayotgan oyligi juda ham kam. Bu pulga qanday yashash mumkin? Sizlar uzoqni ko'ra olmaysiz, shuning uchun ham boy bo'la olmaysiz. Ijtimoiy sug'urta jamg'armasidan olingan daromad biz 55 yoshga kirganimizdan keyin bizga nafaqa sifatida yana o'zimizga to'lanadi. Ishlamasak ham oylik olamizmi? Ha, ishlamasak ham har oy oylik olamiz. Bu juda yaxshi-ku. Shoshma. Hisoblab ko'ramiz. Maoshimizdan 1500 yuandan ushlab qolishsa, 1 yilda 18 ming, 20 yilda 360 ming yuan bo'ladi. Bu pullarni 55 yoshimizdan keyin oyiga 1000 yuandan to'lashadigan bo'lsa, 30 yilda qaytarishar ekan, ya'ni 85 yoshimizgacha. Agarda barvaqt o'lib qoladigan bo'lsak, pullarimiz qolib ketadi-ku. Nega o'larkanmiz? O'lmaslikka harakat qilamiz. 85 yoshdan keyin ham ancha yashaymiz. Qancha yashasak, shuncha nafaqa olamiz. Qancha uzoq yashasak, shuncha nafaqa olamiz. Qancha uzoq yashasak, shuncha pul olamizmi? Ha, lekin qanaqa qilib uzoq yashaymiz? Gaplarimni diqqat bilan eslab qoling. Nafas oling, to'xtamasdan. Shunday qilamiz. Men 100 yoshga kelishni xohlayman. Men esa 500 yil yashashni xohlayman. Xo'sh, shunda bizga ijtimoiy sug'urta kerakmi? Kerak. Yashasin ijtimoiy sug'urta.